Navbatdagi inkubatorimiz Orzu 100 ta uy tovuq tuxumlariga mo'ljallangan to'liq avtomatlashgan inkubator. Ushbu inkubatorimiz 12 volt va 220 dan quvvatlanadi. O'zi 12 voltga mana shunday ulashgan avtomatikasi bor, qisqichlari bor. Siz hech qanday uni ulab, uzib yurmaysiz. Bir marta ulab qo'yasiz, tamom. Shu bilan inkubatorda akkumulyatorga ulab qo'yib, tokka tiqib, suv quyib 3-4 kunga yo'g'ib ketaverasiz. Polni o'zini boshqaradi inkubator. Mana shu qatorida mana bu inkubator. Bu inkubatorimiz Mehroj degan ukamizga Xorazm viloyatidan Tuproqqal'a tumaniga, xudo xolasa, bugun jo'natamiz. Tuproqqal'a, Xorazm, Mehroj. Buyurtma qilishdi. Iyul 22-iyul kuni. Marhamat mana. Bu inkubatorlarimiz dva v одном, ikkitasi bittada. Bular ham bedana tovuqlar uchun mo'ljallangan. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, 37.9, 37.8 bir xil temperatura. 0.1-0.2 ga farq qiladi xolos. Bu 37.9 ni ushab turibdi, bir xil turibdi hozir mana ko'ryapsiz. 37.8 ga tushadi, 38 gacha chiqadi, yana qaytadi. Temperaturani o'zi bir xil doim ushab turadi. Mana shunday sinovdan o'tkazib, o'z egalariga berib yuboramiz. Mana 38.1, 37.8, hozir bu ham 37.7, bu ham tushadi, sekin ana shu bir xil gradusga tushadi. Bespроводной влагомер qo'yib o'tilgan, latok bu Roddom bu, ikkitasi, bu ikkovi ham Roddom. 37.8 mana 38.1 mana 0.3, u ham 38 bu. Bir xil temperatura ushaydi. Birodarlar, e'tibor bering. Bespроводной влагомер полностью mana shu o'zini o'zi boshqaradi. Bular ruchnoy Roddom qilingan. Mana bu esa полный avtomat. Bu ham mana 37.7, 38.1. Ko'ryapsiz a? 0.1-0.2 mana 37.9, bu ham 37.7 ga tushadi. Bu ham mana 37.8. Bu bilan nima demoqchiman men, birodarlar? Mana bularga hech narsasiga tegmaysiz. O'zi tayyor nastroykada. Sizga tayyor holatda boradi. Tayyor. Siz tuxumni terasiz, ichiga klitka tashlab beramiz. Bedana bo'lsa bedana, tovuq bo'lsa tovuq klitka tashlab beramiz. Komplektida bor. Mana bir xil bo'ldi mana. Ko'rdingizmi? 38, 38, 37.9, 0.1, bir xil. Mana. Buni ko'rsatayotganim sababi ichidagi issiqlik bir xil. Hech qanaqangi bitta 35, bitta 40 bas, bunaqangi. Bir xil temperatura. Ochish foizi o'ta yuqori. Bular sinovdan o'tgan ayni paytda mana bu ham 38, e'tibor bering, bu ham Roddom qilib yasalgan. Mana bu inkubatorimiz mana Roddom. Bu Roddom, bu avtomati bilan ikkalasi Toshkent shahri, Olmazor tumaniga. Mana bu avtomat bilan bu bitta Roddomimiz Farg'ona shahriga bo'lyapti. Aziz birodarlar, zakazlarimiz, buni ham egasi bor, hozir ismda yo'q albatta. Hammasi to'liq sinovdan o'tib jo'natiladi. Bu уже более professionalniy katta inkubator, 100 talik, 220 ta bedana tuxumlari joylashadi kletkasi bilan birgalikda. Va to'liq 100% avtomat. Signalizatsiya, avoskop mavjud. Marhamat, fikr mulohazalar bo'lsa kommentariyada, buyurtma bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Telefon raqamini chiqarib qo'yamiz.